O'zingni tarbiyalamay boshqalarni tarbiyalashga harakat qiladiganlar, o'z ishimni Alloh rizosi uchun qilyapman deb. Lekin boshlariga yomonlik yetsa, fitna fasod qiladiganlar, o'z haqiqatida yo'qolganlar, uyg'onish vaqti kelmadimi? Jinlarni farishta deb o'ylab, farishtalar bilan gaplashaman deganlar, Parvardigorlariga isyon qilganlar va farishtalar bilan gaplashamiz deb da'vo qilganlar, hamma yaratilgan narsalar alohida ekanligini unutib, o'zini boshqalardan ustun deb biladiganlar, hayotda baxtli bo'lish uchun birinchi navbatda o'zidan mamnun bo'lmaganlar, sizni qadrli qilgan Allohni qadrlamaganlar, faqat o'zini o'ylaydiganlarni qadrlaydiganlar, ko'zni qamashtiruvchi go'zallikdan voz kechib, o'zini go'zal deb hisoblaganlarni qadrlaydiganlar, narsalardan va odamlardan yordam kutadiganlar, uyg'onish vaqti kelmadi. Qarang yerda sizga nima deyapti? Ilmni islom bilan birlashtirsak, birinchi marta o'zingizga ishonib, o'zingizni tarbiyalaganingizda, hayotdan zavqlanishni boshlaganingizda, bir kuch, bir yurak, bir maqsad bilan birlashganingizda, sizdan ko'ra baxtliroq odam bo'larmidi? Farishta deb o'ylab, farishtalar bilan gaplashaman deganlar, Parvardigorlariga isyon qilganlar va farishtalar bilan gaplashamiz deb da'vo qilganlar, hamma yaratilgan narsalar alohida ekanligini unutib, o'zini boshqalardan ustun deb biladiganlar, hayotda baxtli bo'lish uchun birinchi navbatda o'zidan mamnun bo'lmaganlar, o'zidan mamnun bo'lmaganlar. Qarang yerdim, sizga nima deyapti? Ilmni islom bilan birlashtirsak, birinchi marta o'zingizga ishonib, o'zingizni tarbiyalaganingizda, hayotda zavqlanishni boshlaganingizda, bir kuch, bir yurak, bir maqsad bilan birlashganingizda, sizdan ko'ra baxtliroq odam bo'larmidi?